Hozirda xalqimizning shu bilan birgalikda xorijdan tashrif buyuruvchi mehmonlarning ham ko'nglidan chuqur o'rin olib kelayotgan Karavan Xo'jayli restoranidamiz. Haqiqatan ham bu yerdagi atmosfera, bu yerga tashrif buyuradigan har bir mehmonning ko'nglidan o'rin olishini biz ham kelib hozirda o'zimiz his qildik. Mazali taomlar, shinam muhit, shu bilan birgalikda samimiy xizmat. Tadbirkor bir paytlar aynan mana shu yerda Taxiatosh tumanidagi Fayz restoranida o'z faoliyatini boshlagan edi. Hozirgi kunga kelib esa aynan restoranlar soni kengayib bormoqda. 1996-yil Taxiatosh tumanida Gazvada morojniy shoxobchasini ochdik. Morojniyni, muzqaymoqni o'tirib yeb qilish, chiroyli joy qilish g'oyasi keldi. Birinchi shu tumanda morojniy Gazvada ochib, stol kursi qo'yib, yatibda edik. Kichkina bitta o'zim xo'jayinim bilan ish boshlaganman. Qarasak, ishlar yaxshi ketyapti. Kafeteriyaga aylantirdik. Keyin xo'jayinlarga kelsam, bu yerda o'tirib yeydigan, aylanib chiqadigan, xotin-qizlar bemalol kelib o'tiradigan joylar yo'q edi. Keyin menda g'oya paydo bo'ldi. Xo'jayli shahridan ham bitta filial ochib, xalqqa xizmat qilish. Keyin bu yerda 2011-yili Karavan kafesini ochdik. Oldida katta terrasa qilib, letniy terrasa qilib, o'sha yerda morojniy Gazvada, keyin o'sha pirojnilar, ovqatlanish joyi qildik. 2011-yil xo'jayinim bilan chet el safariga chiqdik. Chet el safariga chiqib, o'zim tarixga qiziqaman. Muzeyga kirsak, u chet el davlatni butun dunyoga ko'rsatadigan tarixi o'zbekistonchalik yo'q edi. Men xo'jayinimga savol berdim. Nimaga bizlar foydalanmaymiz? Bizlarda Samarqand, Buxoro, Xiva shunaqa obidalarimiz bor. Butun dunyoga jar solib ko'rsatishga arziydigan tariximiz bor. Nimaga shulardan foydalanmaymiz degan bir fikr keldi. 2019-yil mart oyida ishga tushdik. 2020-yil koronavirus boshlandi. O'sha paytda mamlakatimiz bizlarga o'sha kreditlarimizni muzlatib qo'ydi. U nimadan ham yaxshi foydalandik. 23-yil noyabr oyida Nukus shahridan brendimizni kuchaytirishga, yana restoran ochishga qaror qildik. 2024-yil yanvar oyida Nukus shahridan yana bitta filialimizni ochdik. Hamma vaqt bizlarni davlatimiz tomonidan xotin-qizlarga degan qo'llab-quvvatlash hamisha nima deydi, ko'payyapti. O'shandan yaxshi foydalanib ishlarimizni yo'lga qo'yapmiz. 2011-yildan beri keladigan turistlarim bor. Hozirgi paytgacha Xo'jaylida Nukusga ham boradi. O'sha masalan bitta turizmni rivojlantirsak ham xalqimizning ish bilan ta'minlanishi, hozir o'zim 2 ta odam bilan ish boshlagan bo'lsam, hozir 50 ta odamni ish bilan ta'minlab qo'yibman. Buning 80% xotin-qiz. Biznes boshlash uchun 99% mehnat, 1% omad. Hozirgi paytda masalan bilimni oshirish kerak, o'qish kerak. Toshkentga borish rejasi bor, Qoraqalpoq kuxnya bilan. Shu necha yildan bu orzu borish kerak deb o'ylayman. Raqobatni yengish kerak, bozorda turish kerak, brendimizni rivojlantirishimiz kerak. Shu yonimda hamisha xo'jayinim bo'lgan, otam bo'lgan. Men bosim вообще чувствовать qilmaganman. Agar puldan qiynalsak, bizlar to'g'ri mamlakat berayotgan yengillantirilgan kreditlardan to'g'ri foydalanib bilganmiz deb o'ylayman. 2024-yilda prezidentimiz, davlat rahbari 20-avgust kuni Nukus shahrida tadbirkorlar kunini keng miqyosda nishonladik va shu yerda restoranli biznesga urg'u berib, bizlarga ko'p soliq tarafidan ko'p yengilliklar berdi. Va shu marosimda bizlar prezidentimizning bizlarni qo'llab-quvvatlab turganini yurakdan his qildik. Va 2025-yil ham davlatimiz selektorida qatnashdim. Turizmni rivojlantirishiga o'zgacha ahamiyat berdi va gostinitsalar uchun yer ajratilish degan masala ko'tarildi va imенно Qoraqalpog'iston uchun ko'p yengilliklar berildi. O'sha berilayotgan yengilliklardan unumli foydalanib, yanada ish o'rinlarini kengaytirishga o'z hissamizni qo'shamiz. Va hamma qoraqalpog'istonlik ayol tadbirkorlar nomidan
prezidentimizga rahmatimni aytib qolaman. Bilamizki, ayol kishi tabiatdan yumshoq, kechirimli bo'ladi. Masalan, siz ham xodimlaringizni kechirasizmi yoki qattiq qo'lmisiz ularga yoki yumshoq muomalada tushuntirib qo'yasizmi? Men ko'pincha yo'l ko'rsataman deb o'ylayman xodimlarimga, ularni to'g'ri yo'lga boshlashga, iymonli, insofli bo'lishga o'rgataman deb o'ylayman. 1-2 marta kechirib ko'raman. Agar 1-2 marta kechirimdan foydalanmasa, o'sha qattiq qo'llik qilishga to'g'ri keladi. Keyingi rejimga o'taman deysiz. Keyingi rejimga o'taman. Потому что biznes hamisha kechirishni kechirmaydi. Qattiq qo'llik ham kerak. Restoran biznesida tozalik birinchi o'rinlarda turadi deb hisoblayman. Tozalik bor joyga barakat boraman degan ota-bobolarimizdan qolgan. O'shaning uchun albatta tozalik birinchi o'rinda qo'ying. Bu asli Karavan deb brendimizni nomlaganimiz Xo'jayli shahri Karavan Buyuk Ipak yo'li bo'yida joylashgan. Turistlarga o'zlarimizning avval aytib o'tganimdek tariximizni, o'zlarimizning milliy naqshlarimizni ko'rsatib, ham Karavan brendiga mos keladi deb o'ylayman. Nukus Karavanimizda konsepsiyamiz ham o'sha milliylikni uyg'unlashtirilgan, ham atmosfera, ham kuxnyamiz o'sha milliylikka urg'u berilgan. Bizlar Nukus Karavanda ko'proq chet ellik mehmonlarga to'g'ri xizmat qilishni xohlaymiz. Ham u yerda hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, 1-2 burchak qo'yibmiz. U yerda kichkina o'zlarimizning kiyimlarimizni ham osib qo'yib, o'sha turistlarga savdo qilish jarayonini ham ko'rsatmoqchi.